lekin futbol sharqlashda ham yoramizday. Qaysidir bir o'yinni telefonni o'ziga qaramadim-da, naushnik taqib eshitib ko'rdim. Bitta eshitib ko'ringlar-da. Sharqlovchi degani futbolda nima bo'layotganini gapirib turish kerak. U qayerdan chiqqan u sharqlovchi? Oldin hamma televizorda emas, radioda ko'rgan. Bitta radioni qo'yganda 30-40 kishi bo'lib o'shani eshitib ko'rganday bo'lgan. Birinchidan, ikkinchidan ko'zi ojizlar ham futbolga qiziqadi, ular ham ko'rganday bo'lsin. Ispaniyani eshitsang, Portokora arablarga qo'ysang, "Val hilali fahsamadati go." Biznikilarni bitta shu televizorga qaramay bir eshitib ko'ringda ko'zingizni yumib. Bemalol ikkita odam nosti otib olib, ko'k choyni qo'yib, shuni ko'zingni ochib qarasang, televizorda Mbappe mingga qo'yib ketyapti. Aslida Fransiya jamoasi shu 20-25 yil ilga voy deb qo'yadi. Nima bo'ldi? Svit uchdimi? Ispaniya jamoasida ham aslida mana Yamal hozir yosh bo'lishiga deb qo'yadi. Nima bo'ldi u Yamalni? Ishton-pishton tushib ketdim. Bu jamoalar o'zi aslida avvalda ham shuni bekor qildi-da. Nimani bekor qildi? Aytinglar, Mbappe Olisiga pas berdi, Olise yana qaytarib Mbappe'ga chiqardi. Mbappe chap oyoqda gol bo'lmay qoldi. Bir ko'zimiz yumib ham futbol ko'rganday bo'laylik. Bir orada yo'q bo'lib ketadi, bir 7 minut, 8 minut nos-pos tuplab kelishga ketadimi? Bu tarixni gapirmasdan, ob-havoni gapirmasdan, Yamalni xotinini bizga nima kerak? Mbappe'ni onasi bizga nima kerak? Muxlislar bizga nima kerak? Bir futbolni gapiringlar. O'zi ikkita o'yin qoldi. Shu futbolni gapiringlar, kim kimga pas berdi, kim kimni tishlab oldi. Kim kimdan norozi, qachon kim qayerga gol urganini bir ko'zi ojizlar ham bir ko'rganday bo'lsan,